atrofida bor. $3000 atrofida bemalol chiqadi. O'rtacha hisoblaganman. Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Gaplashaylikchi, bu ishlar qanaqa qilib kelgansiz, qancha topasiz? Men Bolgariyada ishlaganman oldin. 2022-yil Bolgariyada ishlaganman. 6 oy ishladim. Oyligi yaxshi bo'lmadi. Kamligi uchun Polshaga kelganman. Polshaga kelib qurish sohasiga joylashdim. Hozirda mana shu bitta firmada ishlab, o'sha brigadir bo'lib, upravляющий bo'lib ishlayman. Qo'limda 17 ta bola bor. Hammasi sutta bolalar, qo'lidan ish keladigan. Yaxshi bolalar bor. Oylik 10 ming, 12 ming atrofida bemalol chiqadi, spokойно. Endi bu Polshani zloty, Polsha birligi, dollardachi? Dollarda 3000 atrofida bor. $3000 atrofida bemalol chiqadi. O'rtacha hisoblaganman. Tushunarli. Xo'p, kelaman deganlarga qanaqa maslahat aka? Kelaman deganlarga maslahat, agar Bolgariyadan kelaman deganlarga maslahat bo'lsa, Bolgariya dokumenti bilan kelishadi-yu, lekin necha ozgina vaqt dokumentga kutib olishadi. Прямой Polsha viza bilan kelaman deganlarga ancha sabr qilishlariga to'g'ri keladi. Tushunarli, demak sabr. Sabr, основной sabr bilan kelishadi. Bo'ldi aka, rahmat, katta ishlaringizga rivoj. Ishlaringizga omad.